Mana o'ynab keldi-da. Yonimga kelib rosa erkalanib uxlab qoldi. Lekin dum qimirlab turadi, uxlasa ham. Dum qimirlab turadi. Ana. Biz birinchi olib kelgan paytimizda mashina qulog'i buklanganligini ko'rib, qulog'i hech nimani eshitmasa kerak, qulog'i mana bunaqa buklangan-ku deb o'ylardik-da. Buni kichkina paytida. Mana bu qulog'i bor-ku, vashshi zo'r eshitadi. Tiq etgan ovozni biznikilar eshitmasa ham, lekin bu eshitadi. Joyidan turib, borib xabar olib keladi. Kim keldi, kim ketdi, kim qo'ydi. Mana bu quloq zo'r ishlaydi. Lekin mana bu burun hid sezishi a'lo darajada. Bizaniki unaqa sezmaydi, buniki zo'r sezadi rosa ham. Shotlandskiy veselouxa emas, bu o'zbekskiy veselouxa bu. Stakanda choy poylab qolib ketsa, sovib qolsa, o'sha choyni ichadi, qora choy yaxshi ko'radi. Bu sovigan qora choyni yaxshi ko'radi. Kichkinaligidan choy ichardi. Stakaniga sovuq suvlarni quyib qo'yganmiz o'zini. Oppoq suvlarni uni ichmaydi. Ozgina ichakda nomiga shu bizani choyimizni mo'ljallab turadi. Kimmi choy qolib ketgan bo'lsa, darrov sakrab chiqib ichadi sovuq choylarni. Ajoyib bo'ladi bu. Juda aqlli lekin mana shu. O'zini lekin rosa qadrini biladi. Xafa bo'lsa uzoq arazlaydi. Mana bugunlarda yarashdik endi, mana bugunlarda. Mana bugun odamga o'xshab muomala qildik bir-birimizga.